Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 2025-yilda uyga sifatli termometr qilish necha yildan bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun biz hozir Farg'ona viloyati Marg'ilon shahriga kelganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin 1000 kvadrat joyda ustakalarimiz, ya'ni Qo'qonlik ustakalarimiz sifatli qilib termometr ishlarini qilib bergan ekan. Eng muhimi 10 yil garantiya berar ekan akalarimiz. Mehnatiga, ustakalarimiz mehnatiga bir donaga layk bosib qo'yinglar. Sizlarga mana shunday chiroyli imoratlar solish nasib qilsin. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Charchamayapsizmi aka? Rahmat aka. Aka, xudo xolasa ishlaringiz yaxshi ekan. Biz eng yaxshilar obunachilarimiz ilinib kelganmiz. Xo'p, necha yil bo'ldi aka shu ishni boshlaganingizga? Bu ishni boshlaganimga 20 yil bo'ldi. 20 yil, tajriba zo'r. Obyektlarda qancha bo'lsa qilib berilyapti, muammo bo'lmayapti. Garantiyalar bor aka. Garantiyalar bor. Xo'p aka, bu 1000 kvadrat ekanda hozir joyimiz. Katta, hamda arqalari bilan aylana, ko'chalari bilan. Ko'cha tomonlarida bitgan, ha. Keyin mana patologiyani ham ko'rdim, bu ham termometr qilingan. Patologiya ham travertin bo'lgan, gipsokarton ustida. Gipsokartondan tortilgan ekan. Ha, travertin bo'lgan. Unda ma'lumotlar bersak aka. Bo'ldi. Mana ma'lumotlar beramiz. Mana bu narsa lekin ko'zga juda ham tashlandi. Nima aka bu hozir mana shu? Bu kubik deymi, nima rubik deymi? 5D formatida frizada o'yib chiqarilgan bu. 1 santimetr chuqurlikda frizada o'yib chiqarilgan. Qalinligi demak zo'r ekanda. 1 sant qalinlikda ko'rsating. Beton bo'lib ketgan-da, aka, bosh zo'r. Shunaqa. Betlarimiz однотомный holatda skromniy qilib qilingan. Skromniy qilib mana. Ha, skromniy bo'lgan. 2 sloy travertin, 2 sloy polirovka, 2 sloy lak bo'lgan. Bo'lgan hozirgi joyimizda. Shunaqa. Bularda narxi 100 mingdan 120 minggacha qilyapmiz. 100 mingdan 120 ming. Shunaqa 5D formatlarimizni bitishi bular asosan shu kichkina ramkalarning ichiga bo'ladi. Ramkalarning ichiga bular bitishi 300 ming so'mda, hamma mahsulotlar o'zimizdan. Hamma narsasi ichida 300 ming so'mdan metrga hisoblanaveradi. Qarang 100 mingdan 120 minggacha deyapsiz, u devorda holatiga qarab bo'lyaptimi shundan narxlar? Qanaqa holatda bo'lsa arzon bo'ladi, qanaqa holatda bo'lsa qimmatroq bo'ladi narxlar. Endi buni polirovkalari kam bo'ladi, laki ham bir sloy kam bo'ladi. O'shani hisobiga travertinda sifatida ham farqi bor. Shunaqa. Qarang mana vaqt o'tib bir yillarda mana chang bo'ladi, masalan, karchillasa hech narsa. Ha, yo'q, buni yilda karchillar bemalol quyoshga, suvga chidamli narsa. Uyda devori qanaqa holatda topshirish kerak sizga endi shunaqa masalan arzonroq qilib berish uchun? Uyga bizga shikaturka holatida, padmayak holatida, shikaturka holatida bo'lsa yaxshi bo'ladi. Любой devorlarda qilaveramiz. Masalan, sechli uylar bo'ladi, haligi nima desa bo'ladi, balandpast, qing'ir-qichqi deymiz. Ularga qo'shimcha tagidan kafelniklar tortib, ustidan keyin qilinadi. Ularga qo'shimcha xizmat qo'shiladi. Xizmatlar qo'shiladi. Obyektni katta kichikligiga qarab narx o'zgarishi mumkinmi? Obyektni katta kichikligiga qarab narx o'zgaradi. Obyekt joyimiz 1000 kvadrat ekan, ya'ni katta obyekt ekan. Mana shu necha puldan bo'lgan imенно shu joyimiz hozir? Bu uchastkamiz 110 ming so'mdan. 110 ming so'mdan. Rosa 1 yil bo'ldi dedingiz. Ha, 1 yil bo'ldi. Qaranglar akalar, 1 yil bo'libdi, hali hech narsa bo'lmagan. Bitta karcheldan siz yana yangidek bo'lib qolaveradi. Keyin mana bu tiyagalar narxlari qanaqa bo'ladi aka? Ularda tiyagalar uyda egalar bilan kelishilgan holatda qilib beramiz. Tiyagalar отдельный metriga bo'ladi. Metriga bo'ladi. Demak, kelishuv asosida ekanda, xudo xolasa gap yo'q. Bular ham sizlarda ishlaymi aka? So'killar, bularni qo'shib ketaylik agar. So'kil ishlarimiz, bu ishlarimizni 1 metri 500 ming so'mdan qilyapmiz. Xitoy granit. 1 metri 500 mingdan Xitoy granit. Metriga hisoblanaveradi. O'zlaridan material bo'lsa, uyda egasi material bo'lsa, uni xizmatiga ham kelishaveramiz. Tunikafon ham qilaveramizmi? Ha, tunikafon, alikafon, hamma fasad ishlarini qilib beramiz. Oyoq tutaklari. Xullas, podключ ekanda sizdan o'sha qanday desam, yarim tayyor uyda topshirar ekan, cho'rniy holatida deymiz, topshirsa, kelishuv asosida bo'laverar ekan. Bo'laveradi. Oldindan pul to'lanadimi? Zakalatlar qanaqa bo'ladi? Masalan, shu obyektni sizga topshirish uchun qanday summa topshirish kerakmi? Oldindan 30% pul olamiz. 30% pul to'lanadi. Pul to'lanadi. Xudo xolasa garantiya hamma ishlarga javob berilar ekan. Xudo xolasa ma'lumotlar qolmadi shekilli aka. Xudo xolasa hamma. Aka, nomer ekran qo'yib qo'yamiz. Agar biz bera olmagan ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, telefon qiladi, ma'lumotlar berasiz, kelishib qolsalaring, chiroyli qilib bo'ldi, telefon qilishaversa. Aka, mehnatingizga rozi bo'ling. Akalar, uyda ko'ryapsizlar.
ustakalarimiz mehnatini bittalash bosib qo'ysalaring, sizlarga mana shunday chiroyli imorat solish nasib qilsin. Xudo xolasa eng zo'rlar ilindik. Qisqasi garantiyalari bor. Oldindan arzimagan summa to'lov qilasiz, obyekt topshirasiz, chiroyli qilib berar ekan akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.